5,5 soat o'rnimdan turmasdan o'qigan kitobim nima haqida edi? Hozir gaplashamiz. Kitob zamonaviy biznes tafakkurini tushunishimizga katta yordam beradi. Chunki hozirgi vaqtda an'anaviy menejment fikrlashi biroz eskirganday. Dunyo oldinga qarab chopqillab boryapti. Unga yetib olish kerak. Venture mindset nima? O'zi venture sarmoyadorlar kimlar? Venture kapitalistlari dunyoni boshqacha ko'radi. Ular har bir g'oyani xavflimikin, risk qilsa bo'ladimi deb emas, potensial bir katta imkoniyat deb baholashadi. Endi yana ham sochib, detallarga bo'lib tushuntiraman. Oddiy biznes fikrlashi qanday? Xatolardan qochishga harakat qiladi. Xavfni kamaytirish haqida o'ylaydi. Barqaror natijaga ko'z tikadi. Venture zehniyati esa biroz boshqacharoq. Katta imkoniyatlarni izlaydi, xavfdan qo'rqmaydi. Muvaffaqiyat ehtimoli kichik bo'lsa ham natija uchun qabul qiladi. Shuning uchun venture investorlari o'nlab startaplarga pul tikib, aqalli bir donasi muvaffaqiyat qozonsa ham katta foyda olishadi. Bitta g'oyaga hammasini tikish emas, balki bir nechta imkoniyatni ushlab olishga harakat qilish kerak. Ammo shuni unutmaslik kerakki, venture mindset katta xavflarni ham o'z ichiga oladi. Ammo bunday tavakkalchilikka hamma ham tayyor emas. Shuning uchun ham uni ko'r-ko'rona qabul qilish emas, sekin-sekin moslashtirish maqsadga muvofiq.